Ama 39-yıl imzalangan şartname 2. Dünya urushunun qo'zg'ilishiga sabab bo'ldi. Bu urushni qo'zg'agan Gitlerli emas, Rossiya Stalinmi bor. Stalin bilan Gitler 39 şartname imzalash orqali 2. Dünya urushini qo'zg'adi. Siz şunun avvali 33-yil, 39-yil, 6 yil ichida Gitler Germaniyada nima ish qilgan bo'lsa, Rais Xi Jinping siz avvalgi 5 yil va keyingi 2 yil, 1 yil ichida siz dal shunday ish qildingiz. Gitler Germaniyada joyishlari qanday qirg'in qilgan va qanday jazolagan va lagerlar qanday so'lagan bo'lsa urush davrida siz bugun Uyg'urlarni lagerlarga so'ladingiz, lagerlarga elib kirdingiz. Ey, Rais Xi Jinping, esingizda bo'lsin. Uyg'ur odam, Uyg'ur dunyoga odam deb turalgan, Xudo odam deb yaratgan. Daqa tunigilli siz Qaraqashning Chinivog yezisida bir jazo lagerida 26 nafar Uyg'urni o'ldirdingiz. Rais Xi Jinping şunu aytib qo'yayki, Uyg'ur odam. Biz hozir Amerikada demokratik davlatda yashayotgan bu sharoitda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo va Xitoyning o'rtasidagi diplomatik munosabatni nazarda tutganda biz boshqa gap qilolmaymiz. Faqat mushu joyda o'zimiz cheklab turib faqat mushu doirada so'zlaymiz. Rais Xi Jinping, men sizga shuni aytib qo'yayki, 1944-yili, 1933-yili, 1865-yil Uyg'ur bu millat mustaqillik jakarlagan millat. Ya'ni mushtarak og'zim kelgan gapni tutib qilib mustaqillik jakarlagan millat degan gapni aran aytaladim. Rais Xi Jinping qag'ini sizga ayon. Ben sen barını inqilabını bastırgandım, Jiang Zemin hali aqlli odam ekan to'q nima dedi? Barını inqilabını bastırganda diqqat qilinglar, bu millat davlat qurgan millat degan edi. Sizda bunday ko'z qarash yo'q-ki. Siz ochiq yo'lga keldingiz, tanlab olasiz. Yashasin Prezident Trump. Biz mana shunday deymiz. Jo'ng'o'liq apandi, biz bugun bizlar emas, Tibetlar, bütün dünya, hatta Xitoy demokratları hammasi yashasin Prezident Trump desa arziydi. Endiki bugungi bo'lgan siyosat ustida to'xtaldik. Tunugungi siyosat tunugun joyida qoldi. Kelgusi Allohga xos. Uningdagi Amerika Qo'shma Shtatlari xos. Bugun mushuni so'zladik, bugun mushuni tahlil qildik. Danaro Bakir Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining nopozliq arbobi bir jungo siyosatidan voz kechish kerak. Tayvan Cumhuriyeti'ni israf qilish kerak. Tayvan Cumhuriyeti Birleşken Devletler Teşkilatı'na qaytib keladigan bo'lsak, yoki keladigan bo'lsa emas, qaytib kelishini qo'llashimiz kerak. Siyosat mana. Tabriklayman Jo'ng'o'liq apandi. Men o'zim shuningga xursandmanki, men bu so'zni ko'zim ochiq, hozir so'zlayotgan mushu payti o'zim so'zlab turib, hayot vaqtimda anglaganligim uchun men odam ya, budun yarad. Enin kayni qanday qildi ishkinchiga. Yashasin. Dana Rora Bakir.